Muhtaram jamoat muslimin, bugungi suhbatimizning mavzusi oxirgi dahasi bo'lgan Ramazon oyini oxirgi kunlari, ya'niki Qadr kechalarini g'animat bilishlik bo'ldi. Ushbu kechalarda g'animat bilishligimiz uchun har bir o'tayotgan kechalarda qadrga yetishimiz, vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Ya'ni birinchi o'rinda shu amallarimizga jiddiy jahd bilan harakat qilaylik. Mana payg'ambarimiz alayhisalom boshqa oylarga nisbatan bu oyda amallarni jiddiy jahd bilan bajargan ekanlar. Boshqa oyda qanaqa namoz o'qigan bo'lsak, bu oydagi namozimiz, ibodatimiz yana ham boshqacha bo'lsin. Boshqa oyda qilgan solih amallarimiz, zikr, tasbihlarimiz qanaqa bo'lsa, bu oyda yana ham go'zalroq bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalomni o'rganaylik. Boshqa bironta oyda qilinmagan harakatni shu oyda qilgan ekanlar. Va vaqtda g'animat bilaylik azizlar. Bir pasda o'tib ketib qoladi. To'g'ri, hammamizda mana shu telefon degan narsa bor. Lekin bundan befoyda narsalarda ko'rib vaqtimizni o'tkazib qo'ymaylik. Hadisda kelyapti-ku, kishining islomini go'zalligi befoyda narsalardan yiroqlashgandek bilinadi ekan. Ya'niki tark qilishimizda ekanda, befoyda narsalarni tark qilishligimizda go'zallashadi ekan bizni islomimiz. Vaqtimizni g'animat bilishligimiz kerak va keyingisi shu Qadr kechasini izlashligimiz. Mana bugun 23-kun bo'ladigan bo'lsa, ertaga 24-kun, ya'ni 25-kecha deyiladi. Qo'ying qolgan mana shu 7 kunni, kunduzini ham, kechasini ham, hamma kechasini Qadr kechasi deb bilaylik. Agar bizga o'zi aytilyapti azizlar, aytilyapti, shu kechada duo ijobat bo'ladi. So'raydiganda Alloh taolo so'raganini beraman deyapti. Shu kechada duo ijobat deyapti. Gunohdan poklanishlik imkoniyati tug'ilganda o'rindiqlarimizda mazza qilib uxlashligimiz bizga azizlar yoqmasin, yarashmaydigan ish. Gunohdan poklanib qolaylik. Yanagi Ramazonga kelamizmi yoki yo'qmi? Yanagi Ramazonga yetib boramizmi yoki yo'qmi? Ertangi bizni ezgu niyatlarimiz bor azizlar. O'sha ezgu niyatlarimizga yetishligimiz uchun duo qilaylik. Duoda eslaylik. Allohim, Ramazondan chiqqandan keyin ham Ramazonda yashagandek yashay. Menga taqvoyimni go'zal qilib bergin, ishimni barokatli qilgin, ishimda unum bo'lsin, faxr bo'lsin, iftixor bo'lsin, go'zallik bo'lsin, halollik, poklik bo'lsin meni ishimda degan duolarimizni qilaylik. Hammamiz ezgu niyatimiz bor. Eng katta ezgu niyatimiz bu Allohning jamolini ko'rish. Ya Robbiy. Payg'ambarimiz alayhisalom o'rgatyaptilar, kechalari duo qilishdi. Oysha onamiz so'raganda, Allohim sen kechirishni yaxshi ko'rasan, meni gunohlarimni kechirgin. Azizlar, duo qilishda hamma o'zini lug'atidan foydalanadi. Hamma o'zini lug'atidan foydalanib duo qilavering. Allohim, men shunday bir bandangman. Men o'zimga yarasha ilmim bor. Shu dangasalikda oqibatida ozgina ilm yetarli bo'lmay qoldi. Shuning uchun duo qilishni ham bilmayapman, ey Xudo. Allohim, dunyo va oxiratda yaxshilikdan meni bahramand qilgin deng. Dunyo va oxiratda xorligi, yomonlikdan saqlagin deb duo qiling. Meni kechir ey Xudo deb duo qiling. Umumiy duoda bu. Dunyo va oxirat yaxshiligi deganda hamma yaxshilik kirib ketadi azizlar. Siz uchun dunyoda nima yaxshilik bo'lsa ham, oxiratda nima yaxshilik bo'lsa ham hammasini Allohdan so'rayapsiz-da. Mashina olishingiz yaxshilikmi? Beradi Alloh taolo. Umraga, hajga borishingiz yaxshilikmi? Beradi Alloh taolo. Zakot berish siz uchun yaxshilikmi? Albatta Alloh qodir qiladi zakotga ham. Ibodatda mustaqim bo'lib turishligingiz yaxshilikmi? Beradi Alloh taolo. Ibodatda ham go'zalligini beradi. Har kuni ihson qilishligingiz yaxshilikmi? Yaxshilikni beradi Alloh taolo. Nima siz uchun yaxshilik bo'lsa, azizlar, nima siz uchun deyilganda azizlar, kim uchundir bir umra yaxshilik bo'lmayapti. Hajga borib kelib ham o'zgarmayapti yaxshi tomonga. Noshukrlik qilyapti. Kelgandan keyin yomonlagan. Xulosa shuki azizlar, oxirgi 10 kunligimizni g'animat bilaylik. Boshqa narsalarga aldanib qolmang va endi duolarimizda ham ijobat bo'lishligi uchun silay rahmni uzganlar bo'lsa bog'lab qo'ying. Silay rahmni joyiga qo'yib qo'yaylik. Musulmonga, mu'minga yarashmaydigan ishlardan yiroq bo'laylik. Yolg'on gapirishlik, fitna fasod qilishlik, ig'vo qilishlik,
ya'ni shunga o'xshagan mo'minga yarashmaydigan ishlardan hammasidan yiroq bo'laylik. Kechirmaslik eng yomon ishlardan hisoblanadi. Mana shu ishlardan o'zimizni qo'limizni tortaylik, birodarlar. Keyin duolarimiz ijobat bo'ladida. Aka uka yuz ko'rmas bo'lib turgan bo'lsa, opa singil bir-biri bilan urush janjal qilib turgan bo'lsa, yer talashib turgan bo'lsa, meros talashib turgan bo'lsa, qanday qilib bo'ladi duosi ijobat bo'ladi, azizlar? Oddiy bir ota yoki ona farzandi aytganini qilmasa, jahli chiqqani kabi, Alloh taoloning jahli chiqmaydimi? Agar uni aytganini qilmasak. Shuning uchun duolarimiz qabul bo'lishligi uchun birinchi o'rinda silay rahim, aka uka, opa singil, farzandlar, qavm qarindoshlar, qo'ni qo'shni, ularni ham qo'shing. Ba'zilari qarindosh qo'shnilar ham bor kerak bo'lsa. Arzimagan yarim metrga yoki daraxtda soyasini orqasidan yuz ko'rmas bo'lib ketganlar bor. Yoki uyini sal balandroq qilib qo'yganligi uchun, yoki bo'lsam mashinasini eshigini tagiga qo'yib qo'yganligi uchun, yoki bo'lsam uyidan chiqqan oxlat shamol uchirib ketib, narigi qo'shnining eshigiga olib kelib qo'yganligi uchun yuz ko'rmas bo'lib janjallashib yurganlar, bir-birini ustidan yozib yurganlar bor. Qanday qilib bizning duoyimiz ijobat bo'lishi mumkin? Bunaqa misollar juda ham ko'p, azizlar. Shuning uchun bu hozirgi holatimizga juda ko'p shukr qilsak arziydi, azizlar. Shukr qilsak arziydi. Mana xotirjam o'tirib namozimizni o'qiyapmiz-ku. Alloh taolo yanada ziyoda aylasin. O'tayotgan mana bu Ramazon oylarimizda kunlarini Alloh biz uchun xayr barokatli qilib bersin. Hammamizni qadr kechasini topgan bandalardan qilsin. Va ana shu qadr kechasida qilgan har bir xayrli duolarimiz Alloh taolo barchamiznikini ijobat qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika.